Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan keyingi darsimizni boshlaymiz. Hop, gameta olishni ikkinchi qismi. Biz shu paytgacha gameta oldik. Ya'ni oddiy organizmlar, ya'ni birikmagan holatda irsiylanadiganlardan. Hop, endi birikkan holatda irsiylanish bo'lib qolsa qanday bo'ladi? Misol uchun dominant B A geni, dominant B geni bilan bitta avtosomada birikkan holatda uchrab, heterozigota holatda bo'lsa ikkalasi ham, ya'ni deheterozigota holatda va boshqa bir dominant geni boshqa bir avtosomada joylashgan gen bo'lib, bulardan mustaqil holda irsiylansa. Misol uchun shunaqa genotip bo'lib qoldi. Qanaqa gameta olish mumkin? Buni gameta olish uchun xuddi shu usuldan foydalansak bo'ladi, oldingi usuldan. Hozir bu yerda heterozigota, bitta shu heterozigota birikkanligi uchun va bu heterozigota desam bo'ladi. Demak, bu 1, bu esa 2. Demak, 2 ni ikkinchisi. Bu 4. Demak, bu organizm 4 ta gameta berar ekan. Bu 4 ta qanday gameta beradi? Mana bu katta B dan bitta. Ya'ni 2 ta katta B yozib olaman. Va bitta kichkina B. Kichkina B gametalarni yozaman. Va bunga sherik qilib bittadan katta D, kichkina D, katta D, kichkina D gametalarni olishim mumkin bo'ladi. Xo'p, bu birikkan holatda irsiylanish gametalari edi. Endi xo'p, bu gametalar olib ketsa bo'laveradi. Yana har xil shakllar bor. Misol uchun mana bu organizm, ya'ni bu bilamiz biz qon guruhlaridan bunda o'zi bu gamozigota bo'lgani uchun bitta o'zi gameta beradi xolos. Endi mana bu qon guruh. Xo'p, bu qon guruhlarida bu 4-qon guruhni ifodalaydi. Hali qon guruhi va ko'p allellik mavzularda yana gaplashamiz bu haqda. Demak, bu bitta katta va bitta katta B degan gametalar beradi. Qon guruhlari ifodalanganda. Xo'p, endi hozirgi kunda muhim bo'lib turgan yana bitta narsa haqida, ya'ni poliploid formalarda gameta olishni ko'rib chiqamiz. Forma olish. Xo'p, poliploid formalarda gameta olish ikki xil poliploidiya bor. Bu muvozanatli va muvozanatsiz. Hali poliploida mavzusini o'tamiz. Faqat buni hozir gameta olishda o'rganyapmiz xolos. Xo'p, muvozanatli bo'lsa 2n, 4n, 6n, 8n ketadi. Endi 3n yoki 5n yoki 7n bo'lsa bunda muvozanatsiz poliploidiya ketadi. Xo'p, shunda millisertifikat testlarida, birinchi millisertifikat testlarida mana bunday genotipni poliploid formasi yaratildi deydi. Ya'ni bunda ikkita katta, ikkita kichkina. Shu organizmdan gameta olish qanday bo'ladi deyildi. Xo'p, bu organizmdan gameta olish quyidagicha amalga oshiramiz. Men buni har xil usullarda qo'ysa bo'ladi. Ya'ni har xil usullarda gameta olsa bo'ladi. Ya'ni buni bir nomerlab olamiz. Xo'p, boshqa rangdan foydalanamiz. 1, 2, 3, 4. Demak, buni nomerlab olib 1 bilan uchrashi mumkin. 1 2 bilan uchrashi mumkin. Xo'p, ya'ni 1 bilan
1 2 bilan uchrashi mumkin, 1 3 bilan uchrashi mumkin. Keyin 1 4 bilan ham uchrashi mumkin deb olamiz. Endi xo'p, 2 3 bilan uchrashi mumkin. 2 4 bilan uchrashi mumkin va 4 o'zi bilan uchrashi mumkin. Mana shunaqa olsak, shunda bu bitta, bu 4 ta, bu esa bitta gameta hosil qiladi. Xuddi shunaqa. Demak, gameta yozyap turganda 1 dominant gamma zigota, 4 getara zigota, bitta resessiya gamma zigota deb gametani yozib, penetga qo'yib ishlab ketishimiz mumkin. Misol uchun bu tomoniga qo'yib. Endi bu usuldan foydalanmasdan turib olsa bo'ladimi? Yo, bu usul ham yaxshi, faqat ko'payib ketganda, ya'ni organizmlar ko'payib ketganda buni ancha qiyinchilik tug'ilishi mumkin. Shuning uchun shunday usul ishlab chiqdik. Xo'p, qanday? Biz heterozigotalarni mana bu holatda yozib olsak, ya'ni xuddi shu organizmni shunday holatda yozib oldik. Yozib oldikda eski gameta olish formulalariga qo'yamiz. Demak, biz 1 2 deb nomerlab oldik. Bu buyruq deganmiz, to'g'rimi? Xo'p, katta Adan 2 ta, kichkina Adan 2 ta. Xo'p, kichkina keyingisi yana katta Adan, kichkina Adan, katta Adan, kichkina Adan va hosil bo'ldi. Hosil bo'lgan gametalar bir qarasak, mana bu 2 ta ekan, bu bitta ekan, bu esa bitta ekan. Chiqqan organizmlarda hammasini kvadratga ko'taraman. Hop, kvadratga buni ko'tarsam, birda kvadrati o'zi bo'ladi, ya'ni bitta bundan bitta chiqar ekan. Endi bularda 2 tani kvadratiga ko'tarsam 4 ta bo'ladi. 4 ta heterozigota va buni ham kvadratga ko'tarsam birda o'zi bo'ladi. Uzr, mana bu kichkina bo'ladi. Mana kichkina. Va shunaqa qilib olsak bo'ladi. Har doim chiqqan organizmni kvadratga ko'tarsa chiqaveradi shunda soni. Hech qachon xato bo'lmaydi. Buni keyingisi 3 talikda ham ko'rsatib beraman. Bu keyingi videomizda. E'tiboringiz uchun rahmat.